respublikalarda tushganingizda hozirgi mana bu chempion bolalar bor-ku, sborniydagi. O'sha bolalardan kim bilan to'qnash kelib qolgansiz? To'qnash kelib qolganman, Isroil Madriyev bilan to'qnash kelganman. Yutqizganman, lekin o'sha yerga to'g'ri kelib qolganman. Keyin Necha kiloda? 60 kiloda. O'sha payt 60 kilo to'g'ri kelib qolganman. Keyin Elnur Abdurayimov bilan ham to'g'ri kelib qolganman. O'sha paytda adashmasam, 46 kilomi, 48 kilodami to'g'ri kelib qolganmiz. Qayerda bo'lgan musobaqa? U shkola boksda bo'lgan. U paytda Shuhrat deydi adres. Shuhrat bor-ku, o'sha yerda bo'lgan shkola boks. Eski shkola boks joyida musobaqalar bo'lardi. Misol uchun xotira turniri bo'lardi. Misol Vashda Efraim musobaqalar bo'lardi. O'sha paytda to'qnash kelganman. Qanaqa bo'lgan hisob? Endi ular Elnurga ham yutqizganman, to'g'risi. Men ham, chunki ular yoshligidan o'zi Alloh bergan bo'ladi-ku, o'sha talant. Shunaqa bolalarda, tim bo'li Elnur o'zini adasi trener edi. Tim bo'li bizdan voqli boshlagan trenovkani, misol uchun o'zini adasi trener, shunaqa sportsmen bo'lgan deb, oilasida. Meni oilamda hech qachon sportsmen chiqmaganda, birinchi o'sha tagi urug'imizda bo'lmaganda sportsmen bitta men chiqdim-da, shu bizning urug'imizdan. Shuning uchun chiqqanman, yo'q, dastoyni urishganman, ochkolar bo'yicha yutqizganman, shu eslayman lekin.